Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi 25-yil 30 oktyabr payshanba Tepaqo'rg'on bozorida qo'chqorlarni 7,5 milliondan deyishyapti ekan. Bularga xayrli tong deb qo'yamizda 5,5 milliondan savdosi bo'lyapti qo'chqorlarimiz. Bugun bozorda sera qo'ymoqda aloqa chiqarishlar. Qoldiramiz qiziqlarga ko'plar. Ularimiz bo'ylari 85 atrofida. Yosh oyliklari 10-11 oylik. Hammasi dumbarasi zotga bag'adagi variantlaridan. Ularga ham butun bo'ylari ham o'ta zo'r, oldi qapaslari ham chiroyli variantlardan istagan ko'klarimiz. 5,5 milliondan savdosi bo'lyapti azoblarlar. Aloqa chiqarishlar bo'ylari 85 atrofida ekan. 85 atrofida. Hammasi zo'r, rosa boqadigan, zotga ham baqaveradigan variantlardan. Nomerlarni qoldirayotgan 95lik 95lik 879 879 40 50 raqamga qo'ng'iroq qilib 24 soat aloqada bo'lishadi. Hisoblanishlar salomat bo'ling. Azbek Seropa hali? Ha, tagi bor. Bo'ldi, Azbek oshnamizda Serop aloqa chiqarishlar. Nech pul bo'ldi, jo'ra? 10 milyon Aznakam 10 million. Yo'lida ayting. Qattiq aytmang, Qodirali siz orzanchi deydi-yu. Pitbull o'ynagan. Obunachilarim mana shu Qodirali do'stim mana shu qo'chqor 7 million 200 ming so'm oldi. Urtirik vazndan 100 kilo atrofida. Dirigresimi? 100 kilo atrofida. 95-90 kilogramm chiqadi. 100 kilo chiqarmasa ham. Atroflarda 7 million. Bloger aka, like bossin menga. Qo'ygamas. Sizga doim like bosishadi. Silponqisa, qo'ysana biroq qo'ydi. Pitbull o'ynashni biladi. Nomer aytyapti. 94lik. 94. 813 223 raqamga qo'ng'iroq qilaversa, 26 soat aloqada. bo'ldi. Qodirali qo'ysalar. Yetilmay va arashalar. Islomjon akamizda oldi. Islomjon aka nechta soni? Ha? 8 dona soni. Yosh oyliklari qanaqa? 9-10 oylik. Yaqinroq olmasa ovozingiz kelmayapti. 9-10 oylik atrofida. Hammasi hisor variantlardan ekan-a? Hammasi yo'qdir, chiroyli qo'ylar ekan, kalla boshlari o'ta kelishga variantlardan ekan. Bu narxlarni qulay qilib ayting. 5 milliondan yo'l qo'yib beramiz. 5 milliondan yo'l qo'yib berasiz, xudo xolasa. Dastlabki xizmatlari ham bormi? Vodiy bo'ylab. Nomerlarni aytib o'ting. 94lik 304 37 17 raqamga aloqa chiqarishlar hisoblanadi. Islomjon do'stimizda ham Serop qo'yiladi, xudo xolasa. Aloqa chiqarishlar. Azobunachilar mana bo'g'oz variantidan istagan ko'kalarimizga. Nechta soni buni Azbek? 10 ta tish qanaqa tishi? 4-6 ta. Tishi 4 ta variantlardan mana Azbek ukamiz faqat bo'g'oz sovluq olib keladilar-a? Faqat sovluqchi. Hech qo'chqor olib kelmaydilar, mana shu ukamiz. Faqat sovluq. Qo'chqor o'tib beramiz, xudo xolasa kelsa-ki. Nima bo'lsa ish kerak. Buni Azbek narxlari qanaqa bular? Bo'g'ozmi aniq? 4,5 milliondan dastlabki yetkazib beramiz. Bo'g'ozligi qanaqa? Garantiya berasizmi? 200%. 200%, ha? Nomerlar 94lik 94lik 089 089. 24 soat. necha? 089 3038. 30-38 mashazbekimizda doim bo'ladi. Xudo xolasa. Bahodir do'konlari. Aloqa chiqarishlar, obunachilar. Qo'ylarimiz Serop narxlari yashal yo'lida bo'lib qolibdi, xudo xolasa. Mana qo'ylar ham 100% bo'g'oz variantlardan ekan, obunachilar. Aloqa chiqarishlar, nomerlari qoldirib, bu Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on bozorida turibdi, xudo xolasa. Salomat bo'linglar, obunachilar. Like bosib, obuna bo'lib, chiroyli kanalimiz manfaati uchun obuna bo'lib ko'ringlar. Sizlarga bitta maslahatim shu, kanalimiz rivojlanib obuna bo'lib qo'yinglar bo'ldi. Video kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz avvalo.